Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatib boruvchilari. Bugun 2025-yil 8-mart. Kecha kuni bizga kelgan xabarlarga qaraganda o'sha Farg'ona shaharida bitta hududda yana o'sha hozir yerlarni prezident qarorini ro'kach qilib 2020-yil 18-fevralda chiqqan qarorni oldiga yopishtirib boshlanishini o'sha vazirliklardan qilib ularda bir qancha qarorlari, farmoshlarini ilova qilib o'sha davlat xususiy sherikchilik asosida mahalla binolarini qayta rekonstruksiya qilish yo bo'lmasam qaytadan qurib berish degan o'sha moddalarni yopishtirishib mahalladagi o'sha yerlarni dastlab mahalla balansiga o'tkazishib, undan keyin davlat xususiy sherikchilik asosida berish Farg'ona shaharda juda boringki Farg'ona viloyatida juda ko'p bu narsalar kuzatilyapti. Bir nechta joylarga o'sha borganmiz, o'sha surishtiruvlar olib borganmiz fuqarolardan tushgan murojaatlar bo'yicha. O'zi aslida mahallada umuman bino bo'lmagan, mahallalar o'zi eskidan ko'pchilikda xabari bor, ko'p qavatli uylarda yashagan odamlar juda yaxshi biladi. Mahalla binolari o'sha ko'p qavatli binolarda birinchi qavatlarda o'sha Soyuz mahaldan, undan keyin shu mustaqillik bo'lgandan keyin ularga alohida o'sha hokimiyat balansida bo'lgan uy joylarda o'sha mahalladagi fuqarolar faoliyat olib borishi uchun ularga belgilab o'sha yerga xona qilib bergan, muhim ularga. Lekin hozir o'sha qonunlar, bir qancha qonunlar o'zgargan, lekin takliflar kiritilgan. Biz endi bunaqa davlat xususiy sherikchilik asosida degan farmoyish yo bo'lmasa qaror bu faqat taklif deb bilamiz. Bu qonun emasda, taklif. Endi o'z o'rnida shu narsa bizga qiziq bo'lyaptiki, Farg'ona shahar mana shuncha tadbirkor bor. Mana yoshlar bo'yicha qancha ishlar qilinyapti. Mana Farg'ona viloyati umuman boshqa viloyatlarda qilinmagan, ya'ni o'sha investitsiyani xorijdan tinimsiz olib kirish va xorijlik investorlarni Farg'onaga jalb qilish, shu jalb qilingan tadbirkorlikdan tushgan o'sha soliq pullarini o'sha yangi o'sha qaror farmoyishlarga asosan shaharnikini shahar, tumannikini tuman o'zini ehtiyoji uchun ishlatadi. Chaqishyapti bo'g'im. O'zini ehtiyoji uchun ishlatadi. Farg'ona shaharda to'g'ri ko'p mahalla binolari. Shaharda o'zini olib ko'radigan bo'lsak, misol ko'p qavatli uylar tagida joylashgan mahalla binolari hozirgi kunda yaroqsiz deb aytib ham bo'lmaydi. Chunki u yerda bor joy ishlayapti. Biz hozir nimadan odamlarning norozichiligiga kelib chiqyapti, nimadan odamlar hozirgi kunda o'sha qilinayotgan ishlardan hozir mayli mahalla binosi qurilar yo bo'lmasa odamlarga yaxshi bo'ladisa ham buni tushunmayotgan sababi shundaki, o'sha qilinishi lozim bo'lgan mahalla binolarini qurib berishga tadbirkor shart qo'yapti. Ya'ni o'zi ko'p qavatli bino quraman, tagiga o'sha 200 kvadrat yoki 250 kvadrat, men hali 300 kvadratli joyni ko'rganim yo'q. Shunaqa bitimlarda kelishuvga erishyapti-da. Birinchi qavatini o'sha 200 kvadratini berib, tepasiga 4 etaj, 5 etajli dom quraman deyapti. Bu Farg'ona shaharida aksariyat joylardagi domlar o'sha 71-yil, 72-yil, 73-yil, 74-yil, bor yana 76-yil, o'sha 89-yilgacha qurilgan domlar turiga kiradi. Lekin ba'zi bir joylardagi o'sha mahalla binolari qurilayotgan domni hududlari 74-76-yildagi qurilgan domlar. Endi o'z-o'zidan keladiki, bunga tortilgan suvlar ham, bunga hozir xizmat qilayotgan kanalizatsiyalar ham, suv, gaz, svet hammasi
o'sha paytda qilingan o'sha ko'p qavatli uylarga xizmat ko'rsatish uchun qilingan o'sha uyni isitishi, tok bilan ta'minlash, umumiy o'sha xonadonigacha yetib kelgan kabel, truba hammasi o'sha sovet paytida qilingan narsalar. Ya'ni xalq shu fuqarolarga, o'sha uy bekalariga, uy sohiblariga xizmat qiladi. O'sha yonida qurilgan yana bitta 5 qavatli dom qurilsa nima bo'ladi degan tabiiy savol kelishi mumkin. Nima bo'ladi haqiqatan ham qursa? Hech nima bo'lmaydi. Hech kim kamayib qolmaydi, birovning uyiga suv kam kirib qolmaydi. Kimdir kanalizatsiya tiqilib qolmaydi. Svet o'chib qolmaydi, gaz o'chib qolmaydi. To'g'ri. Lekin qisman baribir cheklov bo'ladi. Gazni tortyapsan desak, biz boshqa joydan olib kelyapmiz deydi. Suv tortyapman desa, o'zi chiqaryapman deydi. Kanalizatsiyani o'zim qilyapman deydi. Maqsad o'sha yerga qurish. Tadbirkorning maqsadi uy qurib biznes qilish. Bitta yashayotgan fuqarolarning maqsadi o'sha o'ziga yetkazib berilayotgan narsalarni cheklovsiz pulni to'lagandan keyin olish. Lekin mahalla raislariga borib nimaga vatga qurilyapti siz? Mahalla binomiz yo'q-da deyapti. Mahalla binosi kerak bizga deyapti. Bitta o'sha davlat xususiy sherikchilik asosida kelishuvlarda ham bir joyda ko'p joyga ahamiyat berdik. Yatta ochiq tenderlarda talab va taklif beryapti, dom quraman deyapti. Aholini o'rgansa, dom qurishga ruxsat bermasa, otalar choyxonasi yo bo'lmasam atelyelar, mana sport zallar, shunga o'xshagan narsalar ham qilsa bo'ladi. Обязательно dom qilish. Lekin o'ylaymanki, agar shu mahalla binosini qurib 200 kvadrat joyda agar qurib berish sharti bilan kimgadir 3 sotik 4 sotik yer beradigan bo'lsa, bor yana 10 sotik. Xohlagan tadbirkor bo'lmasa ham o'zi qurib bitkizib beraveradi. Lekin unga hech kim xohishi yo'q. Faqat dom quruvchini kutishadi, dom quradigan yerni berishsa-yu ular qursa. Endi yangi qaror farmoyishlarda o'zlaringiz mana ko'rasizlar, qurilish bo'yicha shartlar qo'yilyapti. Ya'ni ular kategoriyasi kerak bo'lsa, nechta ishchisi bor, oldin nechta domlar qurgan, bu domlarda shikal bo'lganmi, bo'lmaganmi? Shu shartlar bo'ladigan bo'lsa, endi qurilish maydoni kamida 20 sotik va 15 sotikdan ko'p bo'lishi kerak deyapti maydoni. O'shani egallagan maydon. Bu degani Farg'ona shaharning ichidan domlarning orasidan 20 sotik va 15 sotik yerni kimgadir o'sha qarormi, farmoyishmi kelishuv bilan chiqarib berish kerak degan majburiyatni o'z-o'zini yuklayapti. Endi o'rinli savol. O'zbekistonda qonun ustuvor va qonunlar chiqqandan keyin ijrosini ta'minlovchi prokuratura bor. Har qanday bitim, kelishuv bularning funksional vazifasi tekshirish prokuraturani. Endi mana tabiiy narsa keladi-da, biz hokimlardan yer berilishini oldin signal tariqasida berilib 1 yildan keyin ular vakolat chiqarish huquqlari yo'qoldi deb 2021-yildan e'lon berib 2021dan pashti bular qaror chiqarmaydi. Lekin takliflarni tasdiqlashib yana qaror chiqarishaveradi. Endi shu prokuratura degan tashkilot nima uchun u bitimlarni qaysi tenderga chiqdi, qachon ommaviy axborot vositalarida e'lon qilindi, qaysi ommaviy axborot vositalarida e'lon qilindi? Hatto tagida yozyapti. Tenderlar asosida shaffof ommaviy axborot vositalarida e'lon berish sharti bilan deb qo'ygan. Men shuncha kuzataman, Farg'ona viloyat hokimligining axborot xizmati bor. Ularda alohida Telegram bot kanal, Telegram kanallari bor, Facebook, bir qancha ularning platformalari bor. Lekin birorta joyda mahalla binosi qurilish start berilyapti, bo'lmasam qurilish kerak, loyiha va takliflarni kutaman. Kutadi hokimiyat deb rahmat e'lon bermagan. Farg'ona shahari ham, qolgan tumanlar ham. Ular qachon beradi? Kimdir qurib topshirayotganda borib topshiryapti deb beradi. Uni ham hammaniki emas, shu bir-birda bo'lib qolganda berishadi. Nima uchun bunaqa sir saqlanadi? Hatto ko'rsatib qo'yapti, aniq. Maxborot gazetada berdi-yu deydi. Hozir mana sizlarga savol. O'zbekistonda
Mana kuzatuvchilar o'zingiz fikringizni qoldirishingiz mumkin. O'zbekistonda qancha odam gazeta o'qiydi? Qancha odam televizor ko'radi? Qancha odam ijtimoiy tarmoqlarda faol kuzatadi? Buni hozir aytingina bunday solishtiradigan bo'lsa, televideniyadan ham qolgan hamma narsadan eng pastida gazeta turadi. Kitob o'qadi deydimi, nima degan taqdirda ham. Lekin bitta majburiyatlarni ko'rsatib qo'yilgan. Farg'ona televideniyasi o'sha bevosita hokimiyat tasarrufidagi televideniya hisoblanadi. Farg'ona viloyat o'sha televideniyasi, Farg'ona televideniyasi. Bundan keyin mana Roksor bor, xususiy bo'lsa ham baribir o'sha hokimiyat yo iltimos qilsa, yo talab qiladigan bo'lsa, shu o'zi yashayotgan zaminga, shu yashayotgan Farg'ona shahariga, bo'lsa, qaysidir tumaniga, viloyatiga foydasini keltiradigan narsa bo'ladigan bo'lsa, ya'ni 1 minutdan oshmagan rolikda bo'lsa, Twitterimga qo'yib qo'yish ularga ham aslida ish bas. Shu yerda faoliyat olib borar ekan. Unda xohish bo'lish kerak bu. Bizda nima uchun mansabdorlarda xohish yo'q? Qonunga bo'ysunishga xohishlar yo'q. Buning uchun qonun bor, lekin qonunni iloji boricha haligi joylarini bekitishga harakat qilishadi. Biz mana hozir bizni funksional vazifamiz bo'lmasa ham, bu o'zi aslida prokuraturaning vazifasi bo'lsa ham, har qanday qonunlarni ijrosini to'g'ri bo'ladimi, noto'g'ri bo'ladimi, kim bo'lishidan qat'iy nazar tekshirish huquqi ularda bo'lsa, malakalangan yuristlar bo'lsa-yu, blogerga yo bo'lmasa ijtimoiy tarmoq faoliga yo jurnalistga kelib odamlar murojaat qilsa. Mana bu narsani bunday qilyapti, biz o'rganmayapti, aytga do'n quryapti yo bo'lmasa nimadir qilyapti desa. Endi men o'sha boshida yozib qo'ydim, ko'rishlaringiz mumkin. O'sha o'zini o'zi boshqarish, ya'ni o'sha mahalla tizimini hokimiyat aralashuvi yo'q deyapti. Mahallalar o'zini uyushmasi, bular o'zlari alohida vazirlik, shunga o'xshagan narsalar. Endi bular soliq tushumlarini tushirishda ancha faol. Ijtimoiy tarmoqlardan ko'p muhokamalarga sabab bo'ladi. Soliq tushirib ber deyapti, biz bu qilyapti. Mayli endi. Lekin o'sha farmoyishda qarorda ham ko'rsatib qo'ygan ekan. O'sha shahar bo'lsa shahar miqyosi, tuman bo'lsa tuman miqyosi, viloyat bo'lsa viloyat miqyosida bularga tushirilgan pullardan bularning ehtiyojlari qondirilishi kerak. Nima uchun 200 kvadratli mahalla binosi qurib bera olmaydi? Seli ular vazirlik darajasida bo'lib turibdi-yu hozirgi kunda. Lekin vazirlik o'zini xodimlariga, mahalla xodimlariga bitta bino qurib bera olmaydi, 200 kvadratli o'zi uchun, xodimi uchun. Birinchi masala bu. Endi ularga 7lik, 5ligida 7lik qildi deyapti. Buning ichida soliqchi bor, xotin-qizlar bor, o'sha ijtimoiy ko'mak bor, hokim yordam hammasi bor. Lekin hammasi bular alohida vazirliklar deylik, bir qanchasi. Bir qanchasi vazirlik qoshidagi o'sha byurolar. Lekin nima uchun shu o'zining xodimlarini o'zi joy qilib bera olmaydi? Shunaqa darajada bular malakalanmaganmi? Lekin ba'zi bir joylarda mana tekinga qilib beryapti mahalla binolarini. Ya'ni o'sha lekin o'zini obod mahalla, obod dastur shunaqa tushib qolgan bo'lsa. Shvaga blog bilan ham qurib qo'ysa bo'ladi-da o'shani. 20 sotik yerni birovga o'zlashtirib berish shart ba'zi demoqchi. Bundan ko'ra o'sha yerni tenderga chiqarsa, qonunga to'g'ri keladigan bo'lsa, tenderga chiqarib o'shani bersa, o'sha yana o'zini shaharda iqtisodiy uchun, o'sha viloyat iqtisodi uchun yaxshi emasmi? Assalomu alaykum. Bayramlarni yaxshimisizlar? degan shunaqa gaplar bor. Hozir qaysi mahalla haqida gap ketayotganini aytmay turaman. Chunki hozir o'zlaricha bular mahalliy qaysidir bitta qonunni o'zlaricha ijrosini ta'minlayapman deb turib, haligi mahallada jamoatchilik eshitiruv qilgandek qilib, uyma yurib qo'l qo'ydirib chiqishibdi. Endi 20 ta odam qo'l qo'ygan, 30 ta odam qo'l qo'ygandir. Lekin o'ylaymanki, bu 20 ta 30 ta odam qo'l qo'ygani bu jamoatchilik eshitiruvi bo'ldi degani bas. Endi o'sha uyma yurib qo'l qo'ydirganlarni bir suhbatga tortamiz, ular bilan gaplashamiz, o'shalarni suhbatlaridan keyin o'sha yakuniy to'xtamni yana e'lon qilamiz. Ungacha o'ylaymizki,
O'sha Farg'ona viloyatida faoliyat olib borayotgan Farg'ona viloyat prokuraturasida, Farg'ona shahar prokuraturasi qurilish bo'yicha nazorat qiluvchi, qarorlarni nazorat qiluvchi organlar. Bizda hozir ko'pchilik juda esdan chiqarib qo'ygan va fuqarolar to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilishni xohlamaydigan, xohlasa ham ulardan bir yordam kelmaydi degan bir tushkunli holatga tushib qolgan adliya bo'limi bor. Farg'ona viloyat adliya boshqarmasi bor. Bu tumanlar, shaharlarda ham bo'limlari ham bor. Adliyadan ham o'rganib qoladi, so'rab qoladi, ular ham o'rganib chiqishini. Chunki sizga adliyaga juda katta imkoniyatlar berilgan, vakolatlar berilgan. Sizlar har qanday narsani qonuniyligini o'rganib, u qaysi moddalarda kimlar ularni himoya qilish kerak va kimlar tomonidan nazorat qilinishi kerak, hammasini sizlar monitoring qilib beradigan tashkilot hisoblanasizlar. Lekin bir qancha bizda hozir hokimlarning qarorlari, aloqa xatlari qo'limizga tushyapti, lekin o'zi aslida sizlar ko'rishlaring kerak. Uni kerakli tashkilotlarga yetkazishlaring kerak, lekin sizlar yetkazmayapsizlar. Shuning uchun Farg'ona viloyat adliya boshqarma kim boshlig'i bo'lsa ham, u hozir ishlashga loyiqmi, noloyiqmi, uni o'sha muhokama qilib tekshirib chiqish kerak. Chunki hukumatda qarorlar chiqyapti va u qarorlarni ko'chadan kelgan bitta odam chiqarmayapti, uni prezident chiqaryapti va uni Qonunchilik palatasiga taklifini beryapti. Qonunchilik palatasi o'tirgan shuncha Qonunchilik palatasi senatlar tomonidan tasdiqlanyapti. Lekin afsuski, konstitutsiya, qonun hujjatlari va chiqayotgan O'zbekistonning barcha qonunlarida chetlab o'tayotgan va ulardan variantlarni axtarib topayotganlarga nisbatan hech qaysi biz O'zbekistondagi hozirgi kunda Farg'ona viloyati tashkilotlar ko'z yumishdan boshqaga yaramaydi. Nima uchun deydigan bo'lsak, to'g'ri, ko'pchilikka borib hozir aytayotgan bo'lsak, nima bilan unaqa bo'lyapti? Prezident hokimlarni ma'no odamim deganiga ko'pchilik qo'yapti deyapti. To'g'ri, shunaqa degan gap bor, lekin har qanday qonun buzadigan odam bu prezident odam hisoblanmaydi. Agar qonunlar buzgan bo'lsa, qonun oldida javob beradi. Qonun bu hech qachon shaxslar tomonidan boshqariladigan narsa emas. Bu qonun bir marta qabul qilinadi va uni ijro qiluvchi organlar alohida belgilab qo'yilgan. O'shalar o'zi qonuniy tartibda chora ko'rish boshlaydigan bo'lsa, qonun ishlashni boshlaydi. Qonun kitoblarda qolib ketmasligi, odamlarda og'zida bo'lmasligi, faqat qonun ishlash kerak. Qonundan barcha odam cho'chish kerak. Shu jamiyatda yashagandan keyin qonunni mensimaydigan bo'lsa, unda bu davlatda qonun ustuvor deb aytish mumkin emas bo'lib qoladi. Shuning uchun barcha o'sha Farg'ona viloyati, Farg'ona shahri tumanlaridagi mahalla binolari, afsuski o'sha bitta joyga to'xtalib o'tamiz. Farg'ona viloyat hokimlik birlikda qarorlar qo'limizga tushib qoldi. O'shanda ko'rsak, aytayaptiki, mahalla binosini qayta rekonstruksiya qilish deb yozib ketyapti. Nahot Farg'ona viloyat hokimi qo'l qo'yayotganda bilmasa, nahot viloyat hokimining bitta odami bo'lmasa, borib ko'rib, o'zi nima bu mahallami bu, yo mahalladan tashqari yerga quryaptimi demasa. Shunchalik darajada qonunni mensimaydigan, qonundan qo'rqmaydigan odamlar ko'payib ketdi. Bu hozir ayanchli holat. Chunki kimdir qonunni mensimasa, kimdir qonundan qo'rqmasa, keyin jamiyatdagi yashayotgan fuqarolar ham qonunlarni mensimay qoladigan bo'lsa, keyin bu davlat yashayotgan jamiyat izdan chiqib ketib qoladi. Keyin u aytayotgan harcha qonunlar cho'pchakka aylanadi. Chunki nima uchun amaldorlar qonunga bo'ysunmaydi, fuqarolar bo'ysunadi degan norozichiliklar kelib chiqadi. O'ylaymizki, o'sha qonunlarni hali ham ijrosini ta'minlaydigan huquq-tartibot organlari bor va hali ham bular ishlayapti. Ishlamayotganlarni ishdan olish kerak. O'sha bir-biri bilan o'tiradigan, haligi bir-biri bilan muloqotlashadigan, bir-birini chiqarayotgan narsasiga bee'tibor bo'layotganlarga nisbatan qonuniy chora ko'radigan payt keldi. Chunki har bitta tashkilotni o'sha kadrlar bo'limi o'zi olgan ishga. Prokuraturanikini ham, adliyanikini ham, o'sha viloyat hokimligida o'tirganlarni ham hammasini o'zi mehnat shartnomasini tuzgan. Bu birorta yo borib viloyat hokimidan yo bo'lmasa viloyat prokuroridan so'rashar ba'zi uni kimdir ishdan olish uchun. Shuning uchun o'ylaymanki, har qanday chiqayotgan qarorlarni bitta viloyat hokimini emas, o'sha shahar tuman hokimliklaridan kelayotgan aloqa xatlarni ham qonuniyligini o'rganib chiqish kerak. Tap-tap qo'l qo'yib beravermasdan. Shuning uchun o'ylaymizki, yana bir necha marta o'ylaymizki deb gapirayotganim sababi shundaki, men faqat o'ylayapman xolosda, lekin ijrosi ham bo'ladigan umidamiz. Biz shuncha kunga osonligini yetib kelmaganmiz. Faqat yaxshilik bo'lyapti, sekin-sekin. Bundan keyin ham yaxshilik bo'ladigan umidamiz. Qonun va yana qonunga suyanib qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.